God have mercy upon us. Aduh, bobo. Tug'ruqdan keyin bir haftaga qolmay o'z universitetimga qaytib kelishimga yordam bergan eng zo'r va eng oson retseptlardan birini siz bilan bo'lishmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi olivka yog'i va limon. Bir qoshiq olivka yog'iga bir qoshiq limon suvini siqib solib, ochiq qoringa shunday ichsangiz, ichingizdagi qotib qolgan ichaklarda qotib qolgan yog'larni eritib, ichlaringizni shunaqa tozalab beradi va yaxshigina tashlaysiz. Bemaza bo'lsa ham sizdan bir qilib ichib ko'ring. Natijasini birdadir.